Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari, do'stlar, yaqinlar. Mana bugun 7-iyul 2026-yil Farg'ona viloyati Rishton tumani Amravot qishlog'idan kelgan akamizlar bo'larga birlikda ish qilib berdik. Pollarga mana bu holatdagi chiroyli rezinkalar tashlab, yoniga chotki bo'lgan sondiqchalar qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin, sondiqchalar bu yondan ham yo'llarni to'sadi. Akkumulyator albatta zashta qiladi. Arqon ключ aptechkalarda hisob ishlatsa bo'laveradi. Avval tunika qoplatilgan ekan, o'zimiz qoplab berganmiz ekan. Bular bo'lgan. Mana hozirgacha ko'rib turibsizlar, o'ta baquvvat konteyner pollari ham shunaqa. Mana bu shumkalari ko'pchilik aytadi, boshida taqillaydi deydi, lekin taqillamaydi. Mana bunaqa oradan bir oy o'tgandan keyin tunika qoplatib ketgan shumka yana ham qatib ketadi. Mana bu holatda mana. Bu narsa yuklar kelib tegadigan bo'lsa bukilmaydi, qirilmaydi. Polga mana bu holatdagi rezinkalari ham bor. Bizda yana alohida nimalar bor? Mana bu mashinaga qo'yganmiz. Mana shunaqa dugasi bor. Akkumulyator gaz ballon yoniga, tomiga mana bunaqa bagaji bor. Orqasiga setkasi bor, poliga tunikasi bor. Tunika qoplash xizmatlari ham bor. Mana poliga tunika bo'lgan. Hech qanaqa choki yo'q. Chotki holatda turibdi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'ida bo'ladi. Murojaat uchun ekrandagi raqamlar ishlaydi. Telefon qilaverasizlar. Kuzatishda davom etasizlar. Albatta like bosinglar, do'stlar, yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.